Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Sizlarning vaqtingizni olmaymiz. Bizlarda bankimizda biznes rivojlantirish bankini produktlari bo'yicha sizlarga ajratiladigan imtiyozli kreditlarimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Jumladan, bizlarda asosan kommersiya maqsadsiz kreditlarimiz bor. Maqsadsiz kreditlarimiz 1 yildan 3 yilgacha muddatga ajratiladi. Asosiy hisob raqamimizda bo'lgan mijozlarimiz uchun 1 yilga 27% dan 2 yilga 27.75, 3 yilga 28.5% miqdorida ajratiladi. 6 oy imtiyozli davr bilan mijozning talabiga qarab ajratiladi. Agar mijozning hisob raqami ikkilamchi hisob raqamimizda bo'ladigan bo'lsa, 24 oy muddatgacha kredit muddati ajratiladi. Bunda katta tartibdagi tadbirkorlarimiz uchun 600 million imtiyoz, 600 million so'mgacha, mikrofirmalar uchun esa 1 milliard so'mgacha ajratamiz. Universal kreditimizning ajratadigan summamizning miqdori 5 milliard 2 milliard so'mgacha ajratiladi. Bundan tashqari bizda mahallada biznes kredit mahsuloti bo'lib, bunga biz hech qanday garov talab qilmaymiz, faqat sug'urta asosida ajratiladi. Bunda ayol tadbirkorlar uchun 24% miqdorida, erkak tadbirkorlar uchun 25%, ya'ni ayollarga 1% lьготный nafasi bor. Muddatiga keladigan bo'lsak, muddati 3 yilgacha muddatga ajratiladi, 6 oylik imtiyozli davrgacha. Bunda kreditda siz xohlasangiz asosiy vosita sotib olish uchun, xohlasangiz aylanma mablag'larni to'ldirish uchun osonlik bo'ladi. Kredit hech qanaqa garovsiz, faqat sug'urta asosida ajratiladigan kreditlar hisoblanadi.